Onajonimni bu hayotda borliklari men uchun juda ham katta motivatsiya. Har bitta qilayotgan ishlarim, erishmoqchi bo'lgan yutuqlarim albatta onajonimning duolari va roziliklari uchun. Mana onamlar dunyodagi eng mehribon onalar. Hozirgi payt unaqa ko'p birga vaqt o'tkazolmayotgan bo'lsak ham, lekin men ularni juda ham qattiq yaxshi ko'raman va yaxshi ko'rishimni har doim izhor qila olmasam ham, lekin qaysidir o'zimni ular uchun yaxshi bo'ladigan xarakterim bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Mening onamning eng katta orzulari bu hajga borish va buni amalga oshirish uchun men qattiq harakat qilaman va yaxshi o'qishga va'da beraman. Mavladan menga berayotgan mehrlari uchun, cheksiz mehrlari uchun, u menga bo'lgan ishonchlari uchun, menga berayotgan maslahatlari uchun ularga juda ham kattakon minnatdorchilik bildiraman va men ularni yaxshi ko'raman. O'z kasbim mutaxassisi bo'lib, xalqqa manfaatli inson bo'lib, ularga rahmat olib kelishi va ularning umidlarini oqlashi xohlayman. Mani onajonim dunyodagi eng betakror insonlar. Men ulardagi to'g'ri so'zlik, kamtarlilik va sabrlilik jihatlarini o'zimda aks ettirishni xohlayman. Anoyim meni ko'nglim olish uchun iloji boricha ko'proq meni xohishlarimni bajarishga harakat qiladilar va men ularga xuddi shunday qaytaraman va ularga ishlariga iloji boricha ularni yuzlarida kulgu ochishga harakat qilaman. Oramizdagi do'stona munosabat bo'lsa kerak, chunki juda ham ko'p tanishlarim bor, o'rtoqlarim bor. Oyisiga ko'p narsalarni ayta olishmaydi. Qo'rqishadi yoki noto'g'ri tushunishlari mumkin degan ularda fikrlar bo'ladi. Men oyim bilan munosabatlarimiz juda ham do'stona. Men hayotimdagi har bitta bo'layotgan narsalarni, har bitta holatni, har bitta savolim yoki qiynalayotgan masalamni oyimga ayta olaman. Ular bilan birga gaplashib uni hal qila olaman. Va undan tashqari даже mana shunaqa do'stona bo'lsa ham munosabatlarimiz bir-birimizga bo'lgan hurmat va ayniqsa menda onaga bo'lgan hurmat saqlanib qolgan. Ya'ni bo'ldi oymani o'rtoqlardagi qabul-qotillar deb har bitta gapirib tashlayman. Nima deydi, subordinatsiya yaxshi saqlangan. Bu narsada men juda ham xursandman, chunki har doim bo'lisha olaman dardim bilan, har doim to'g'ri maslahat ola olaman. Menimcha bu bergan e'tiborlari, mehrlari va meni har qanaqa holatda tushunishlari eng ko'p ulardan minnatdor bo'ladigan narsalarimdan bittasi bo'lsa kerak. Maktabni a'lo bahoga bitirib, top universitetga kirib va IELTS, SAT, SSA sertifikatlaridan eng yuqori bahoni olsam, faxrlanadi deb o'ylayman. Mening oyimni hamma maqsadlari eng yaxshisi deb bilaman. Eng zo'rlari desam ham bo'ladi. Men bittasini tanlab olmayman, chunki har birida o'zining alohida o'rni bor. Har bir xislatlarini o'zimga olishni xohlayman. Lekin eng menga yoqadigan taraflari sabr-bardoshli bo'lishlarini o'zimga olardim. Oyim menga har doim aytadilar, men orzu qilmayman, sen meni orzuyimsan. Shu gaplar menga mas'uliyatni his qildiradi va hayotda motivatsiya beradi. Men oyimni har doim baxtli qilishga harakat qilaman. Oyimning eng kuchli fazilatlari sabrliliklari, mehribonliklari va mehnatsevarliklari. Men bu fazilatlarni o'zimda mujassam bo'lishiga harakat qilaman.